Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Bugungi darsimizda ta harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. Ta harfini yozish uchun ixtiyoriy 3 ta katak olamiz hamda ixtiyoriy 3 ta katakning har doim ikkinchi va 3-chi kataklari orasida yoziladi. So'z boshida yozilganda quyidagi holatda yoziladi. E'tibor bering, buning sekretlaridan biri buning tepasida ikkita nuqtasi bor mana. Boshida ham, o'rtasida ham, oxirida ham, alohida holatda ham ikkita nuqtasi bor yuqorisida. Shunda buni T ekanligini yaqqol bilib olsak bo'ladi. So'z boshida yozish uchun quyidagida yozib ikkita nuqta qo'yamiz. Undan keyin harf bo'ladi-ku, shuning uchun bunday cho'pcha qo'yamiz ulash uchun. So'z o'rtasida ham yozilgan ikkita nuqtasi bor. Undan oldin va keyin harflar bo'lgani uchun ulash maqsadida quyidagi cho'plar qo'yiladi. So'z oxirida yozilganda ham shu. Faqatgina so'z oxirida undan oldin harf bo'lgani uchun bunday ulab qo'yamiz. Asosan shu holatda mana yoziladi. Ikkita nuqtasi bor. Alohida holatda yozilganda ham so'z o'rtasida yozilganga o'xshaydi. Faqatgina alohida bo'lgani uchun bu tarafda ham ulash belgilari yo'q. Qoida sifatida yozib qo'ydim. Ustida ikkita nuqtasi bormi? Demak, bu T harfidir. Endi men sizga har doimgina savolni beraman. Bu qaysi harf deganimda siz ta harfi deb javob berishingiz kerak. Qanday o'qiladi desam, o'zbek tilidagi T dek bir xil o'qiladi deb javob berasiz. Shuning uchun ikkita nuqtasi bormi? T'dir deb yozib qo'ydim. Endi qarang. T harfini Qur'oni Karimda keladigan holati bor. Buni men noodatiy holatda deb yozib qo'ydim. Noodatiy holatda bunday S ga o'xshab keladi-da, yuqorisida ikkita nuqtasi bor. Demak, shu holatda ham S ga o'xshab kelib, tepasida ikkita nuqtasi bormi? Bo'ldi, bu T harfidir. Bu noodatiy holatda kelish hisoblanadi. Qur'oni Karimda bu juda ham ko'p keladi. Hozir yana kitobda shunga oid misollarni o'qiymiz. Shu orqali yana mustahkamlab olamiz. Birgalikda o'qiymiz. Bu M edi. O'tgan dars o'tdik. M A T mana. Ikkita nuqtasi bor. Qarang, shu T'ligini bildiradi. Mat bu to'xtashni bildirardi. Yumaloq. Shunda M A T mat. M I T. Mana qarang, ikkita nuqtasi bor tani. Bu to'xtashni bildiradi. M U T mut. Mana to'xtashni bildiryapti. Bunga men to'rtburchakka olib, atelib yulduzcha qo'yib qo'ydim. Bu noodatiy holati. Buni sal keyinroq ko'ramiz. Buni yozmay tashib ketasiz. Endi buni o'qib ko'ramiz. Mana ikkita nuqtasi bor. T A R I R. Tarir. Endi bunisi nuqtasi bor edi, bitta nuqta bo'lsa Z edi, bu R nuqtasi yo'q. Shunda Z U R. Zur T A. Zur T. Endi buni o'qib ko'ramiz. Bu turishi A edi. M A R T I. Amarti. Maytda yana bitta so'z bor ekan, bularni ham o'qib ko'ramiz. M A R O edi, R ni O qilardi bu. R to'xtaymiz, T U. Shunda ma ror tu. Bu U edi, M I R T U. Shunda umir tu. Keyin shu qatorni boshdan o'qib ko'ramiz. M A T mat, M I T mit, M U T mut. Buni tashlab ketamiz dedik. T A R I R tarir. Z U R T A zurta. A M A R T I amarti. M A R O R T U maror tu. U M I R T U umir tu. Endi pastdagilarni o'qib ko'ramiz, qarang. Bu A deb o'qilar turishi. A M A R O T. Shunda amarot. Endi qarang, mana bularni men to'rttalasini to'rtburchakka olib qo'ydim, chunki bular noodatiy holatlar. Hozir shuni birgalikda o'qiymiz. Shu to'rttala holati Qur'oni Karimda juda ham ko'p keladi. Shuning uchun atir to'rtburchakka olib qo'ydim. Qarang, birga o'qib ko'ramiz. A M A R. Amar. Bu yog'i o'qish qiyin emas, to'g'ri? Buni o'tganmiz oldin. Endi mana bu yog'i muammoroq bo'ladi. Sargina. Qarang. Ikkita nuqtasi bor, to'g'rimi? Keyin shuni men sizga daftardan ko'rsatay. Qarang mana. Mana biz hozir o'tdik. Noodatiy holati dedim, bir eslatib ketay. Mana. Mana shu harf T ga teng mana. Shuning uchun buni eslab qoldingiz mana. Shu T ga teng edi, noodatiy holat. Bu shunga tushyapti, mana qarang. A M A R. Amar. Mana bu noodatiy T ga tushyapti mana. Yumaloq. T U. Mana bu yog'i pastga tushib ketgani nima edi desa, esingizda bo'lsa, men M harfini o'tganda aytgandim, hozir ko'rsataman olgan. Mana M harfida 10-darsda o'tdik, esingizda bo'lsa, qo'yib yozdirgandim. Cho'pi pastga tushdimi? Mdir degan. Mana qarang mana.
cho'p pastga tushib ketyapti-yu mana. Mana bunda pastga tushib ketyapti cho'pi, bunda tushib ketyapti. Mana cho'p pastga tushib ketdimi, mdir degan qoidadan yozdirdim. Shu ikkita qoidani birlashtirsak, bu tepasi bugun o'tganimiz noodatiy t pastga tushib ketdimi, bo'ldi m mana. Bu m hisoblanadi. Shunda amar t, mana ikkita nuqtasi bor, t u m. Amar tum. Endi bunisi qarang. Umir, u m ir, umir. Mana bu ham shu mana. Bugun o'tdik noodatiy t, bu u, mana pastga tushib ketdimi, bo'ldi m. Biz 10-darsda qoida deb yozib qo'yganman, pastga tushib ketdimi, mdir. Mana qarang mana, m. M ga o'xshayapti o'zi. Shunda umir t, umirtum. Endi bunisi maror, mana bu t, noodatiy t, ikkita nuqtasi bor, shundan bilsak bo'ladi. Pastga tushib ketdimi, mana m, mana bu qismi. Shunda maror t, marortum. Endi bunisi m, u, r, i, r. Murir, mana bu noodatiy t, mana bu qismi. Maror t, u, mana pastga tushib ketdimi, m. Murir tum. Mana bunisi yana bir aytib o'taman. Mana bu holatda yozilgan noodatiy t, mana hammasida ikkita nuqtasi bormi, t. T, mana bu qismi m ga o'xshab turibdi, qarang mana. M. Qur'oni Karimda mana shu narsa juda ham ko'p keladi. Yaxshilab eslab qolishingiz kerak mana. Shunda mana shu qatorda o'zini o'qib ko'ramiz, qarang. Amartum, umirtum, marortum, murirtum. Endi boshdan o'qib ko'ramiz. Bitta shuni yozmar ekansiz, bugungi misolimizda qolgan hammasini yozasiz. Endi keyin boshdan o'qib ko'ramiz. Mat, mit, mut, tarir, zurta, amarti, marortu, umirtu. Endi pasini o'qiymiz. Amarot, amartum, umirtum, marortum, murirtum. Mana tum qismini alohida bildirib o'qidim, e'tibor bersangiz. Yana aytaman, bu qismi noodatiy t. Mana ikkita nuqtasi bormi, t, bu yog'i pastga tushib ketyaptimi, m. Endi shularni hozir birgalikda daftarga yozamiz. Mana men bir nechtasini yozib ko'rsatib beraman hozir. Mana har doimgidek 3 ta kattaga oldik. M o'zi ikkinchi kattaga yozilardi. M, A, T. Mana bugun T'ni o'tdik. Mat. Endi bunisi M, I, T, mit. Qarang, hammasi ikkinchi kattaga yozilyapti. Endi bunisi M, U, T, mut. Endi bunisi T ikkinchi kattaga yoziladi. R 2-3 ta yoziladi. Mana R yana 2-3 ta yoziladi. Shunda tarir. Qarang, e'tibor bering. Z bilan R 2-3 ta yozilyapti, T 2 ta yozilyapti. Shunda zur ta. 1-2 da A yozilyapti. A, M, A, R 2-3 ta. T yana ikkinchi kattayda. Shunda amarti. M ikkinchi kattayda, R 2-3 ta, R yana 2-3 ta, T ikkinchi kattayda. Shunda maror tu. Xo'p. Sizga uyga vazifa, birinchi navbatda har doimgidek leksiyani ko'chirib olasiz buni. Keyin mana ko'rsatib berganimizdek vazifalarni yozasiz. Men hozir kitobdagi bir nechtasini yozib ko'rsatib berdim. Siz esa shularning hammasini ko'chirib yozib olasiz. Biz yana Telegramga hamda YouTube kanallariga testlar qo'yamiz. Shu testlarni yechish orqali yana bilimingizni oshirib olasiz. Mana hozir bu yog'i sal ko'rinmay qolibdi. Bu yoqni ko'rsatsam, yozib olishga qulay bo'lishi uchun. Bu yog'i qolgani pastda. Mana shu noodatiy holatlarini yaxshilab eslab qoling. Yana bir bor aytaman, mana bu holatda ikkita nuqtasi bormi? T pastga tushib ketdimi? Qarang, tum deb yozilgan 4 marta. Buni yozmaysiz. Qolgan hammasi yoziladi. Hamda uyga vazifalarni bizga jo'natsangiz, biz har doimgidek tekshirib beramiz.